Ba'zi ochiq-sochiq ayollar hijobli muslima ayollardan so'ragan ekan. Qanday qilib shunday issiqlarda qiynalib hijob kiyib yuribsizlar? Qanday chidayapsizlar bunga deganda, bu ayollar javob berib aytgan ekanki, fahshga bo'lgan muhabbat sizlarga sovuqni sezdirmayapti-ku. Sovuqlarda bir fojir fosiqlarga, ko'chadagilarga yoqaman deb izg'irin sovuqlarda ham yarim yalang'och bo'lib yuribsizlar-ku mana. Mana shu fahshga bo'lgan muhabbatinglar sizlarga sovuqni sezdirmayapti-ku. Endi qanday biz iymoniy muhabbat bilan issig'ini sezamiz degan. Ya'ni harom harish yurib, nomahramlarning ichida chiroyli ko'rinish uchun shunchalik sovuqlarda chidamli bo'lib yuribsizlarmi? Biz qanday Alloh taoloni rozi qilish uchun, ertaga abadiy jannatlarga kirish uchun, jahannamdan saqlanish uchun ozroq issiqda hijob kiyib yura olmaymiz. Biz iymoniy muhabbatimiz mana bu havoi nafsimizga bo'lgan muhabbatdan ustunroq deb javob berishgan.